Assalomu alaykum Alshir aka. Bugun bizga mashina dahshatini ko'rsataman aka. Bitta ko'rasiz, baho berasiz mashinamizga aka. Mashinamiz Depal SN03 bo'lar aka. 1.5 atmosfer motor, gibrid aka, 238 ot kuchi bor aka mashinada. Mashina dizayni gap so'z bo'lish mumkin aka. Mashinamiz zo'r aka. Aka, qalpakdagi diskasi ham bor aka. 360 kamerasigacha bor aka. Yerga bitta plastik aka, uskart mashina ochib ketsa mashina aka. Aka, mashina aka. Aka buni akvadan farq qilishi aka buni aka. Bezramiz akvadan ular alyumin bo'ladi aka. Eski dizayniga keladi aka. Mashinamizga monitori bor aka. Tosh upilmas. Kaltlargacha bor aka. Mashinamiz ikkinchi qatori endi boshqacha temir aka. Shunday o'tiradi aka. Yerga bijilloq suvni qo'yasiz aka, ichib ketib borasiz aka. Padaramot aka, yulduz tomosha qilsangiz bo'lar aka, kenayim bilan, yangam bilan, checham bilan aka. Mashina shunday orqa dizayni endi boshqacha ko'rinish beradi aka, qarang mashina orqasini. Bitta bosasiz aka, ochiladi mashinaga orqasi. Bitta bossa jovladi aka. Merga 350 400 ga ho'k shuni so'yasdan olib ketaveradi aka, qayerga bosa. Akalar, mashinamiz haqida to'liq ma'lumot olish istaganlar bo'lsa, pastda описание nomerini qoldiraman. Like, подписка, kommentariy, guli aka, followni bosib qo'ying, followda aka.